Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat aytmoqchiman. Ammo kanalimiz rivojlanishi uchun, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoga like va kommentariy yozing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Anyverse jamoasi. Bugun siz bilan dunyoga mashhur inshoot Piza minorasi haqida gaplashamiz. Piza minorasi Italiyadagi Toskana hududida joylashgan bo'lib, 1173-yilda qurilishi boshlangan. Aslida bu bino to'g'ri minora sifatida loyihalangan edi. Lekin qurilish boshlanganidan ko'p o'tmay kutilmagan muammo yuz berdi. Sababi juda oddiy. Minoraning poydevari ostidagi tuproq yumshoq bo'lgan. U yerda qum, gil va loy qatlamlari bor edi. Qurilish og'irligi teng taqsimlanmagani uchun minora asta-sekin bir tomonga og'ib qola boshladi. Qurilish ishlari bir necha marta to'xtab qolgan. Urushlar, moliyaviy muammolar tufayli qurilish ba'zida 100 yillab orqaga surilgan. Ammo aynan shu tanaffuslar minora to'liq cho'kib ketishining oldini olgan. Chunki tuproq asta-sekin zichlashib, bino yanada mustahkam turib qoldi. Me'morlar ham topqirlik ko'rsatishdi. Keyingi qavatlarni qarama-qarshi tomonga biroz egib qurishdi. Shu sababli minoraning ustki qismi pastki qismiga nisbatan to'g'riroq ko'rinadi. Bugungi kunda Piza minorasining balandligi 56 metr. Qiyaligi esa taxminan 4 daraja. U maxsus muhandislik ishlari bilan mustahkamlangan. Olimlar minoraning qulab tushishini oldini olish uchun turli texnologiyalar qo'llashgan. Shunday qilib, Piza minorasi xatolik natijasida qiyshiq qurilgan bo'lsa-da, bugun u dunyoning eng mashhur me'moriy mo'jizalaridan biri hisoblanadi. Har yili millionlab sayyohlar uni ko'rish uchun Italiyaga tashrif buyuradi. Piza minorasi haqida qiziqarli faktlar. Piza minorasi 2001-yilgacha tobora egilib borayotgan edi. Muhandislar katta ishlar olib borib, hozirda u barqaror holatga keltirilgan. Olimlarning aytishicha, endi u kamida 200 yil qulamaydi. Minorani qasddan qiyshiq qurishmagan. Aslida me'moriy xatolik sabab qiyshaygan, lekin bugun bu uning go'zalligi va mashhurligiga sabab bo'lgan. Turistlar orasida eng mashhur surat odamlar minora yonida qo'lini cho'zib, uni ushlab turgandek pozada tushishadi. Bu Pizada klassik an'ana hisoblanadi. Piza minorasi aslida bitta majmua ichida joylashgan. Uning yonida ulkan katedral va baptisteriya ham mavjud. U 1990-yildan 2001-yilgacha xavfli qiyshaygani uchun sayyohlar uchun yopilgan edi. Keyin mustahkamlangach, yana ochilgan.